Siz so'raysiz-ku, originalni kerak. Xuddi mana shu reduktorni poddelka varianti yo'q, bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni R02 Champion reduktor. Barcha turdagi avtomobillarga garantiya asosida ustonovka qilib beramiz. Xo'p, 12 mashinasiga 49 soatlik balon bilan, ideal qilib termotrubkalar bilan, ya'ni chek yonmaydigan miyalar bilan minimalka narxga propan ustonovka qilib berish jarayonidamiz. Ya'ni 4 million so'mga full komplekt, faqat original nano bloklar bilan ahamiyat berib bu tomonda Nexia 1 mashinasiga zamin xizmat, ya'ni propanni metanga o'zgartirish jarayonidamiz. Xo'p, bu tomonda esa MCM Cobalt variantimizga lateral izentalar bilan zavod qilib ustonovka qilib bermoqdamiz. Bunga ham original Polsha miyalar bilan. Aka, sizga ham xuddi shunday sifatli, ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol mashinangizni olib kelishingiz mumkin. Spark avtomobili, birlik motor, qaytarib o'tamiz. Agarda sizda Spark 1.25 motor bo'lsa, 2018 dan yuqori bo'lsa, unga to'r qo'yish bo'lmaydi. To'rda siltab qolishi mumkin. Shuning uchun agar birlik motor bo'lsa, bemalol 4-paketini qo'ysangiz bo'ladi. Faqatgina original X reduktor. Originalga mana shu joydan bir bo'lsangiz bo'ladi. Men ishni xomitiga ahamiyat berishingizni so'rab qolamiz. Spetsial mana original xomitdan qo'yganmiz. Mana ahamiyat berib qo'ying. Shu holatda ishingiz yubileyniy bo'ladi. Agar kimgadir propan yoki metan xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin. Yuqori sifatda Belorussiya balonlari bilan ishingizni bitkazib beramiz va tag tomonni ham обязательно germetika qilib, suv kirmaydigan qilib, iloji boricha ish sifatini ko'targan holatda ustonovkalar qilib beramiz. Aka, shuncha aytayman, siz obuna bo'lib turavering. Eng kamida bu avtomobillarga qanaqa ustonovka qilish kerak va ustonovka qilgan vaqtda nimalarga ahamiyat berish kerak, o'shalarni ham to'liq video obzor davomida aytib o'tamiz. Ya'ni qaysi holatda kilometraj ko'p yuradi, o'shalarni ham va nimalarga qarab yurish kerak, shularni ham to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Bu videoni maksimum propan yoki metanni sifatlisini qayerda qo'ysam bo'ladi deydiganlarga yuborib qo'ying. Har doimgidek o'sha gap, har bir kelgan vaqtingizda har bir zapchast haqida to'liq ma'lumot beriladi. Bo'ldi ukam, ishing to'g'ri keldi deganingizdan keyin ustonovka boshlanadi. Sirdaryo metangiz 24 ga yetdi. Tanlovda adashingiz bu videoni maksimum barchaga yuborib qo'ying. Propan qo'ymoqchi bo'lganlarga va metan qo'ymoqchi bo'lganlarga. Pastda lokatsiya va ma'lumot uchun nomer qoldiramiz.